2013-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomobili, Captiva 3 bir qo'l shot spravka avtosalondan olib haydalgan mashina ekan. 240 ming atrofida yurgan ekan, kraskalari top-toza ekan. Lekin mashinani motor ishlashlari voshe tinut. Korobka, motor, konditsioner hammasi ideal holatda. Atseklarigacha tinut turibdi. Даже mana bu tepadagi hammalarigacha zo'r turibdi. Xo'p, ko'rinishidan mashina yurgan probekli mashinaga o'xshamaydi. Balon holatlari zo'r. Yangi balonlar taqib qo'yishgan. Yangida sostenada holati. Ko'jalari ham tayinlanmagan, yurib turgan holatida olib kelishdi. Mana bunaqa yurgan probekli mashinaga o'xshamaydi. Monitorlar taqilgan, hamma yog'i ideal bo'lib turibdi mashinani. Olib haydashga tayyor. Bemalol ko'rib, tekshirib, proverka qilib olsanglar bo'ladi mashinani. Sostena, kuzovlari ideal holatda, bir qo'l shot spravka dokumentlarigacha, haligacha turgan ekan, o'sha avtosalondan olib chiqishgan dokumentlarigacha. Xo'p, kamroq yurgan mashinaga o'xshaydi. Sostenasi rostiga ham zo'r ekan. Olib maza qilib haydashinglar 8350 bosinglar.